Aziz kuzatuvchilar, bugun men sizlarga Bluetooth orqali boshqariladigan robotimizni ko'rsatmoqchiman. Bu robotimiz asosiy elementi bu albatta mikrokontroller, ya'ni Arduino mikrokontroller, ya'ni miyasi, mana bu motorlarni boshqaradigan drayveri va Bluetooth moduli telefonga bog'lanadi. Mana telefon orqali boshqariladigan dasturni yuklab olib, kompyuterda yukladik. Dasturni hozir boshlab ko'ramiz. Joyda aylanadi, buni harakatlantirsa bo'ladi. Endi hozir stol ustida aylantiryapman. Bemalol uzoqroq masofalarga bora oladi. Ya'ni Bluetooth ma'lum bir 500 metr masofalargacha ushlab tura oladi. Boshqasi bo'ladi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab kommentariy yozib qolingizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.